Safo aqlli yo'llardan kimga kerak bo'lsa, mana katta motor bilan chiqadi. Xudo xolasa 500 kvadratligi, 300 kvadratligi, mana bu yonimizda turibdi. 150 kvadratli 15 kilovatligi. Kimga kerak bo'lsa, ish nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar va yana nomer qo'yib qo'yamiz. Hozir skidka narxida $700 chiqadi, $1100 chiqadi, $1300 chiqadi 500 kvadratligi. 200 kvadratligimiz $1000 chiqadi. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana tayyorlarimiz bor. Kimga qanaqa yo'l kerak bo'lsa, kvadratni aytsalar, tayyorlari bor. Mana yana tayyorlar, endi tayyor bo'layotgan turgan joylari. Kimga kerak bo'lsa, Safo aqlli yo'llari bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Butun O'zbekistonga dostavka xizmatimiz bor. Dostavkasini ham kelishilgan holatda vohalarga chiqarib beramiz. Mana shu joyimizda tayyor bo'layotgan jarayoni bu. Bu tayyor holatda, ustiga ashka bo'lmagan, hali kraska bo'lmagan, eshiklar qo'yilmagan. Turibdi shunday. Bu tayyor bo'layotgan holatda usti qoplama qoplansa bo'ldi bunga. Mana tayyor bo'lgan holatda kraskasi, ashkasi bo'lmagan holatda shu. Shu holatda kraska bo'ladi. Keyin ashka qilib o'raladi. Mana bunaqa katta motorimizdan chiqadi. Двойной reduktorli va 220 ga ishlaydi. Bunimiz bor, bu ham 220 ga ishlaydi. Oddiyroq motor, bitta reduktor bilan ishlaydi. O'zida reduktori bor, motorda o'zida. Bu двойной reduktor. Yana bitta motorimiz bor. O'sha uchalasi motorimiz har xildan qo'yib beramiz. O'sha narxlardan o'zgarmaydi.